Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, bugun Quvasoy shahri yana natijali patologlarimizni qilishga keldik. Ish jarayonlarini so'rab video qilib olishga harakat qilamiz. Mana kimda savollar tug'ilyapti. Bu qanaqa narsa eski patologiya tagidan olsa bo'ladimi degan savollar tug'ilyapti. Buni tagidan olsa bo'laveradi. Sababi tepadan hashayib mayda juda narsalar tushmaydi. Hashani hisobiga chista turadi, toza turgan hisobiga tinimli ham yana tinib turaveradi. Bu narsani olib tashlashni tavsiya qilmayman. Misol ko'p uylarga eski patologlar shunaqa DVP diskidan xullas patologlar qilingan. Buni buzishni hojati yo'q. Buni tagidan mana shunday splash natijali tortilgan jarayonlarni olib chiqaramiz. Ajoyib, go'zal holatda chiqadi. O'zlaring xudo xolasa baho berasizlar. Divarni rasm qilish shart emas. Buni tagidan shuni tortiladi, bo'ldi. Boshqa vaqtga hech kerak emas. Ish jarayoni 1 soat ichida shu joy uchun bo'ladi. Xudo xolasa joyiga chiqib ketamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Yana mehnatimizni qadrlagan holda birdan like bosib qo'yinglar. Yana chiroyli videolarni qilib chiqarib, yangiliklar bo'lsa sizlarga tushuntirib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringni qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyada fikrlarini qoldiringlar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Ekrandagi nomerlarimizga yozib qo'yinglar. 91 kodi bilan 670 4061 raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar. Xudo xolasa biz qadr qilib ishlaringizni bajarib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun mana Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida qilingan ishlarimizni videolarini qilishga, chiroyli qilib qilishga harakat qilamiz. Mana ajoyib, chiroyli, sifatli holda chiqqan ishlarimiz o'zlaringiz joyiga baho beringlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, ishlaringizni chiroyli qilib beramiz.